Hammaga xayrli kun qizlar. Bugun yana yangi tovarlar kelgan. Bir boshdan obzor qilib beraman. Etyudni shu молочный rangdagi penkas qolmagandi, bundan keldi. Buni hozir esa chiqish qiyin bo'lib ketdi и kam topiladigan bo'lib qoldi. Bu 100% effektivni narsa o'g'rilarga. O'g'il bola qiz bolaga teng ishlanadigan narsa и juda ham ko'p yaxshi odzivlar olganman bundan. Qizlar yillar davomida o'g'rilarni davololmayotgan bolalar, qizlar, umuman klientkalarim rahmat aytishgan, mana shuni ishlatishgandan keyin shuning uchun doimiy sotaman mana shu baking powderdan. Buni tarkibida chayniy sodadan tayyorlangan ingredient bor. Bu yuzni quritadi, quritish hisobiga mana shu o'g'rilarni yo'qotadi. Iloji bo'lsa, mana shu penkani ishlatib yurgan paytlarda namlantiruvchi kremlardan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Bundan keldi. Keyin melasona quruq yuzlarga penkalar qolmagan edi, bundan keldi. Qizlar rosa zo'r, tarkibida AHBHsi bor. Bu degan so'z yuzingizni quritib yormaydi degani, namligini ta'minlab beradi. Byudjetniy penka, juda ham narxi zo'r chiqqan. Kostebahadan salitsilovaya kislota keldi. Bundan qizlar rosa ham topish qiyin salitsilovaya kislotani. Hamma do'konlar ham sotavermaydi. Buni 4% BH serumi bor tarkibida. Nima uchun ishlanadi? Salitsilovaya kislota yuzimizdagi yopiq hamda ochiq komedonlar uchun ishlaydi. Juda ko'pchilikning yuzida yopiq komedonlar bor, bo'rtib chiqib qolgan. Bu yog' bezlar. Buni eritish kerak. Salitsilovaya kislota bunga kurashadi. Rosa ham zo'r effekt beradi. Bitta flakonda o'zidayoq natija sezasiz. Albatta 2-3 flakon ishlatganingizdan keyin o'zingiz xohlagan natijaga yetib borasiz. Salitsilovaya kislota ishlatgan qizlarga tavsiya qilaman, albatta namlantiruvchi krem ishlatishingizni sababi kislotalar yuzni quritadi. Shuni hisobiga biz uni ta'minlab berib turishimiz kerak. Bo'lmasa, yuzni baryer qismiga zarar yetib qolishi mumkin. Ko'k choydan Diaprosta green tea kremidan keldi. Qizlar, bu uspokаивающий krem. Чувствительный ko'jalar bo'lsa, sal narsaga ta'sir qilib ketadigan ta'sirchan yuzlarga rosa zo'r tushadi. Keyin yaxshi odzivlar olganman bu kremdan, shuning uchun har doim sotaman bundan. Juda ko'p, 1 yildan beri mana shu kremdan to'xtovsiz sotaman. Bundan keldi. Keyin Katalinadan 02lar qolmagan edi. Keyin oqsariq qizlarimizga P02lar ham keldi. Ya'ni oppoq koreyskiy qizlarga tushadigan ranglardan ham keldi. Katalinani qizlar men juda ham yaxshi ko'raman, juda ham ko'p tavsiya qilganman klientkalarimga. Buni rosa klientlari ko'p menda. Narxi ham zo'r qo'yilgan. Boshqa do'konlarda bunaqa narxda topa olmaysiz. Katalinani nima uchun yaxshi ko'raman? Birinchidan yuzga qaymoqdek yotadi. Keyin stoykisi zo'r. Kechgacha turib beradi. Tezda yeyilib ketmaydi yuzda. Ro'mollarga chiqib qolmaydi. Fiksatsiya vazifasini o'taydi. Yuzingizga qo'yganingizdan keyin qotadi. Rosa ham zo'r tonalka. Shuning uchun bundan ham doimiy sotib yuraman. Keyin yangilik qizlar, bu safar Labelish'dan mana bu tonalka keldi. Bu tonalka emas, BB krem. Tonalkaga o'xshagan xususiyati bor. O'sha normal hamda kombi yuzlar uchun zo'r tushadi. Bu o'zi namlantiruvchi, tonalniy, namlantiruvchi BB krem. Bu faqat atirguldan tayyorlanganligi uchun mana shunaqa gullarga allergiyangiz bo'lmasa ishlatishni tavsiya qilaman. Ya'ni чувствительный ko'jalar o'ylab ishlatasiz degani. Antiperspirantdan keldi davolovchi. Bundan juda ko'p sotaman qizlar. 100% effekt, rezultat zo'r. Men aytgan bosqich bo'yicha ishlatsangiz, effekti rosa ham zo'r bo'ladi, menga ishoning. Ayniqsa yozgi kunlarida bir oyda bir marta ishlatadigan holatgacha yetib borasiz. Bu shu darajada lechebniy, umuman terlashdan qutulasiz, 100% effekt. Buni ham narxlari chiqdi. Keyin Dengi More'dan xuddi mana shu liniyadagi, mana bu yog'li sochlar uchun degan liniyasidagi shampun qolmagan edi. Keldi. Rosa ham zo'r odzivlar olganman qizlar. Bundan tarkibi jenshin, hammasi naturalka narsalar qo'shilgan tarkibiga. Faqat 2-3 kunda yog'lanib ketadigan yog'li sochlarga mo'ljallangan. Sochingizni noto'g'ri tanlab, quruq sochlar yoki normal sochlar olmasligingiz kerak bundan. Sababi quruq sochlarga mo'ljallangan namlantirib berish xususiyati bo'ladi. Yog'li sochlarga mo'ljallangan quritib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun sochingizga to'g'ri tanlov qilishingiz kerak. Rosa ham zo'r sotiladigan shampunlarimdan biri. Elastico'dan kraskalar keldi. Qizlar, Elastico'ning ob'yomi katta.
bundan rosa ham ko'p sotaman. Keyin klientkalarim rosa o'rgangan qanaqa sochi tez oqaradigan klientkalar. Bilasiz, soch tez oqaradiganlar ham tez o'sadi, ham tez sochidan kraska chiqib ketadi-da, уже 2 haftadayoq soch kraskaga muhtoj bo'lib qoladi. Har deb o'sha 60 ming, 70 mingdan bir martalik ishlatadigan kraskalar olgandan ko'ra, mana shunaqa elastikodan bitta olish bo'lsa, 5-6 oygacha ishlatish mumkin. Buni sababi tyubigi katta, ichidagi grammi katta. Siyrak sochlar uchun 3 marta, 4 marta ishlatishga yetadi. Qalin sochlarga 2 martagacha ishlatishga bemalol yetadi qizlar. Keyin allergiya chaqirmaydi, gipoallergik testdan o'tgan, rangi yaxshi ushlab beradi. Soch oqaradigan qizlarniki ham 1 oygacha turib beradi sochda. Chunki o'zim ham постоянно ishlataman. Buni har xil rosetkalari bor. Men kanalga tashlab qo'yaman, Telegram kanalimga ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin kislorodni очиститель so'ragan qizlar mana keldi. 1 kiloga 400 gramlik bo'ladi bu kislorodni очиститель. Buni qanaqa qilib ishlatasiz? Buni qaynoq suvga 2 litr, 3 litrga 1 qoshiq yetadi. Yaxshilab aralashtirib olib turib, kiyimlaringizni bo'ktirib qo'yasiz. Oq kiyimlarga ham, yog' tekkan kiyimlar bo'ladimi, rangli kiyimlar bo'ladimi, farqi yo'q. 2 soatdan 4 soatgacha bo'ktirib qo'yasiz. Bo'ldi, shu bilan xohlasangiz kirmoshnani ajim qismiga tashlab chayqab oling, xohlang qo'lingizda chayqab oling, bo'ldi. Rosa ham zo'r qizlar, tarkibida xlor bo'lmaganligi uchun qo'lingizni archib olmaydi, kiyimlaringizni o'chirib olmaydi. Rosa ham zo'r. O'zim постоянно ishlatganligim uchun tavsiya qilaman klientlarga ham. Idish gellar qolmagan edi qizlar, keldi. Mana 2 xili kelgan, ko'k choyligi kelgan, limonligi kelgan. Bular ham qizlar ekologik toza, allergik testdan o'tgan. Keyin juda ham ko'p klientlarim ishlatadi. Bundan doimiy ishlatishadi. Bu safar 0,5 ligi kelgan, o'tgan safar 1 litrligi kelgan edi. Bundan ham cheklangan miqdorda kelgan qizlar, ovolasizlar. Mana bu kislorodni очистительni suyuq varianti ham bor qizlar. Bu maxsus ko'ylaklarni yoqalariga va yenglariga mo'ljallangan. Ko'p ko'ylak yuvadigan qizlar uchun zo'r narsa. Sababi ayniqsa shoshib turgan paytingizda shundoq bu suyuqlik bo'ladi, xuddi shu holatda bo'ladi ochganingizda. Shundoq yoqa quruq holatda yoqa kir yerlariga surtasiz. Mana buni siqqan holatda yenglariga surtib qo'yasizda, 5-10 minutga qo'yib qo'yasiz. Shu bilan kir moshinaga solasiz, o'zi oppoq bo'lib chiqaveradi. Yoki kir moshinangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, 5-10 minutdan keyin sovurlab yuvarasiz, o'zi oppoq bo'lib qoladi. Shoshib turgan paytingizda zo'r narsa bu. Yoki bo'lmasam kiyimlaringizga yog' chachrashi bor ovqat qilayotgan paytingiz yoki bolalaringiz ovqatlanayotgan paytda ustiga yog' to'kilishi bor. O'rnida shuni shundoq ishqab turib, 1-2 daqiqaga qo'yib, toza suv bilan yuvib tashlang, birorta dog' qolmaydi. Buni ham effekti zo'r bo'lganligi uchun o'zim doimiy ishlataman, klientlarga tavsiya qilaman. Keyin mana lavsinimadan podvodkalar kelgan, vodostoyki podvodkalar. Bular kistichkali bo'ladi qizlar, uchi kistichkali. Rosa ham zo'r, o'zingiz xohlagan shaklda chiqarib olsangiz bo'laveradi. Ko'p uch qalamli kistichkalar titilib ketadi, tez sifati buzilib qoladi. Shuning uchun kistichkali podvodkalar sotaman men har doim. Bu koreyskiy. Koreyskiy tishotkalar kelgan qizlar, rosa ham yumshoq, kачествоsi rosa ham zo'r. O'zim ham ishlataman oilam bilan. Shuning uchun sotgani ham zakaz qildim bu safar. Keyin tishotkalar keldi. Qizlar bular organik Koreyadagi номер 1 tish pastalardan. Rosa ham zo'r kачествоsi. Bundan kollektivimda ham juda ko'p sotaman. Hozir yana keldi, tugagan edi tish pastalar. Yana bitta yangilik tish pasta olib kelganman bu safar qizlar. Bu tish pastaning tarkibida skrabi bor. Skrabi bor bo'lganligi uchun bu kuchli. 3 kunda bir marta ishlatish tavsiya qilinadi. Sigareta qoldiqlaridan tish sarg'aygan, kofe ichib tishi toshga to'lgan yoki sarg'aygan yoki har xil ichimliklar tarkibida tishlari zararlangan yoki sarg'ayib, xunuk bo'lib ketgan klientkalarga tavsiya qilinadi. Bu tishni oqartirish xususiyati bor. Skrab bo'lganligi uchun mayda toshlarni eritish xususiyati bor. Shuning uchun 3 kunda bir ishlatish tavsiya qilingan. Buni mana bunaqa natural tish pastadan bitta olib, buni постоянно ishlatib, buni 3 kunda bir ishlatsangiz, tishingizda rosa zo'r rezultatni ko'rasiz. Ya'ni zo'r oqartirib beradi tishni. Qizlar, bugungi kelgan produktlar shu. Keyin atirlar kelgan, atirlarda alohida video qilaman hozir.